Assalomu alaykum. Bugun 5-may 2025-yil. Arlarimizni tekshiryapmiz mana. Bir hafta oldin ko'rgandik. Ancha rivojlanib ketibdilar. Yangi bo'lingan oilalar bu. Yangi bo'lingan oilalar. Bismillahirrohmanirrohim. Buni urulayotgan enasi bor, shuning uchun yuvosh hozir. Agar enasi yo'q bo'lsa bu gavjum bo'lib to'polon qilishadi, qanotlarini yozishib. Enasi bo'lganligi uchun urulayotgan enasi bo'lganligi uchun yuvosh bo'ladi. Agar buni enasi yo'q bo'lsa shu variga to'polon qilishib ancha vahima qilishaveradi. Mana rasplot hammasidan shundan arlar chiqadi. Ovqati jinday ozroq ekan buni. Xudo xolasa ovqat beriladi. Mana ishib qolganlaridan turutin ari chiqadi bundan. Erkak ari deb qo'yiladi. Turutin. Qolgan ana shu yopib asıl asal to'playdigan arilar chiqadi. Yangi urulayotganlar ham bor. Bu yo'llardan ochib chiqaradilar. Rasplot rosa pishibdi.